Videomizning ikkinchi seriyasi mana. Tomog'imizda dayin bo'lgan holati inshaalloh. Tez harakat qilavering. Xudo xolasa, mana musofirchilikda mashina qilib, maza qilib yuribmizda. Musofirchilikda hisobga olmaganda bari cho'tka yorqin aka. Inshaalloh. Taqsimlash kerakki, mana piyozni buni qadar ham topa olmaymiz. Yo'q. Ha, yorqincha, hamma yoqda hisobini oladi. Cho'tki. Endi buni siz ushlang. Shaylar. Sog'lom ikki qo'llab. Navbati bilan. Vohay bo'pti-da, ha? E'tibor kam. Birday qilib, cho'tki qilib, gap yo'q mana. Endi betiga yo'q sepmay turing. Suvlardan ham mana ozgina quyishyaptilar. Qozoqcha o'zbekcha bo'lib ketyapti bu yog'i. Gap yo'q Qozog'istonda, Allohga shukr. Hamma insonlar yaxshi. Bizimizda O'zbekistonimizga o'xshaydi bu Chimkent. Biz mana zilillarni chatga qilib tashab, malades. Alloh rozi bo'lsin. Ishti qilgandan keyin dam olishni ham bilish kerak inshaalloh. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xo'ja aka, qalay o'tiribsizlar? Hamma yoq tayyor ha? Hovurlarimizga rahmat. Mana Yorqinjon bugun xizmatda jiyanimiz mana. Chiroyli ovqatlar bilan endi kichkinagina shu musofirlarni o'tirishchasi bo'lyapti. Tug'ilgan kunimizda sharofati bilan. Xo'ja aka, bitta duo qilib turib keyin ovqatga boshlaylik inshaalloh, xudo xolasa. Amin. 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 Yana shuncha umrlar ko'rsin. Amin. Kelasi yillarga, kelasi oylarga, hojilar katta hojilarga, umra hojilarga. Amin. Amin. Xatomizni xato qilmasin. Hamisha kasbi qollarni ishlarni rivoyat istabida kabirgan. Amin. Beketni to'laydi. Oqibatlar uzilmasin, kim ertaga desa. Amin. Allohu akbar. Allohning ko'rsatgan kuniga bergan ne'matlariga behisob shukronalar bo'lsin. Mana bizni sostav hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Malades. Ukalarimiz, shogirdlarimiz. Qani hoji aka boshlang bo'lmasa bismillah deb. Bismillahirrohmanirrohim. Musofirchilik mana shunaqa. Yori birodarlar bilan ish qilib o'zimiz ishlab netib, ha hoji aka? Ish ham bo'ladi, yeb ichish ham bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Mana basenda cho'milishlar bo'ladi. Parelkalar, ha, turistik baniyalar bari inshaalloh. Allohga shukr mana. Kechalalar mana. Qani hoji aka boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Allohning ko'rsatgan shu kunlariga shukr. Go'shidan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Yorqinjon, yorib tashabsiz. Malades. Ke bolam. Mana qahramonni kichkina o'g'li, juda ham chayir. Malades, haqiqiy yigit bo'libdi bu, malades. Muomala ham zo'r, ishga ham zo'r, hamma narsaga zo'r ekan, malades. Alloh rozi bo'lsin. Qahramon senga rahmat mana. Shunday chiroyli tarbiya berganing uchun. Ya'ni piyozni alohida yeydi, piyozni ta'mi boshqa. Ketdi. Zamonida jarchaliklar ham qo'lda kiyachar yapiladi. Bahor salatlar bilan juda ketyapti-da, hoji aka. Endi video ko'rib turganlardan uzr so'raymiz, ha, ko'p maqta bordik, ha. Mana shunaqa xursandchilik kunlarimiz bardavom bo'lsin inshaalloh. Qilayotgan ishlarimizni mustahkamligini bersin, ko'rkini bersin inshaalloh. Yuzimiz yorug' bo'lib, chiroyli qilib bitkizib, topshirib, chiroyli topishlar bilan sog' salomat o'zimizni O'zbekistonimizga borib olishdi.
oilamiz davrasiga yetib olishni nasib ro'za eylasin, ha hoji aka. Iloyim. Inshaalloh, xudo xolasa. Hammamiz topganimiz xayrli, barakatli bo'lib, yaxshilikka bo'lsin inshaalloh. Rahmat endi e'tiborlaring uchun. Bizdan xafa bo'lmaysizlar, ozgina ko'proq maqtab qo'ydik endi. Kuydan tugar. Endi musofir yigitlar shu-da endi o'zimizni shunaqa qilib xursand qilmasak kim xursand qiladi bizni?